Kechasi tez-tez uyg'onasizmi? Prostata bezi sizni bezovta qilyaptimi? Prostamix 14 ta tabiiy giyohdan tayyorlangan kapsulalar prostatit, jinsiy zaiflik va adenomaga qarshi kuchli vosita. Bir hafta ichida siz natijani his qilasiz. Minglab erkaklar Prostamixni tanladi. Sizchi? Bugunning o'zida buyurtma bering va 50% lik chegirmani faollashtiring. Kafolati bor. Natija bo'lmasa pulingiz qaytariladi. 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar bilan bog'laning va buyurtma bering. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Strana agentligining xabar berishicha, Ukraina Oliy Radasi ukrainaliklarga faqat jahannamda qulayroq yonishga yordam berishi mumkin. Sababi Ukraina Oliy Radasi deputati Aleksandr Kaltunovichni tan olishicha, Ukraina parlamenti mamlakatdagi vaziyatga ta'sir ko'rsata olmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi maoshlar va ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirish haqidagi barcha gaplar quruq va'dadan iborat. Radani qo'lidan keladigan yagona narsa bu ayni paytda ukrainaliklarga jahannamni biroz qulayroq qilish xolos. Shu bilan birga deputat fuqarolarga o'zini o'zi moliyalashtirish yo'llarini izlashni maslahat bergan. Ukraina parlamentining o'zi esa ko'rinib turibdiki, boshqa narsa va u o'zini qulayligi bilan band. Strana agentligining yakuniy xulosasiga ko'ra, ukrainalik siyosatchilarni o'z fuqarolariga g'amxo'rligi haqida bilish kerak bo'lgan barcha narsa shundan iborat. Eslatib o'tamiz, Ukrainaning yana bir agentligi hafta ko'zgusini ma'lum qilishicha, 21 avgustga o'tar kechasi Rossiya qurolli kuchlari Ukrainadagi harbiy sanoat korxonalari, Kiyev shahri va Kiyev viloyatidagi transport logistika markaziga ommaviy zarba bergan. Kiyev shahrida hujum qilingan obyektlar ro'yxatiga esa katta va o'rta masofaga uchuvchi zarbali dronlar uchun komponentlar ishlab chiqarishga, shuningdek, Flamingo qanotli raketalarda qo'llaniladigan tezlatkichlarni yig'ish va saqlash ishlarini amalga oshirishga mo'ljallangan Firepoint sanoat korxonasi, uzoq masofaga uchuvchi samolyot tipidagi An-194 Luty uchuvchisiz apparatlarni ishlab chiqarishga, shuningdek, turli boshqariladigan uchish apparatlarini loyihalash va ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgan Antonov davlat korxonasi, katta va o'rta masofaga uchuvchi zarbali dronlar uchun komponentlar ishlab chiqarilgan va samolyot tipidagi dronlarni yirik uzelli yig'ish ishlari amalga oshirilgan Uker Space Systems kompaniyasining savdo ombor majmuasi, aviatsiya sanoatini yig'ish korxonasi, M9000 termobarik aviabombalar, tankka qarshi minalar va Baba Yaga turidagi dronlar uchun o'q-dorilar saqlangan eng muhim zaxira omborlari kiradi. Kiyev viloyatida hujum qilingan obyektlarga esa Matrusivka qishlog'idagi Zamlar Group transport logistika markazi, Bravari shahridagi yoqilg'i moylash materiallari ombori kiradi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Britaniyaning qimmatbaho Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukraina fermerlariga qo'shimcha 220 million yevro ajratishdan bosh tortdi. Bunga Ukraina portlarini blokada qilinishi sabab bo'lgan. Bloomberg agentligiga ko'ra, Ukraina agrar siyosati vaziri Taras Vysotsky 23-iyul kuni kemalar Ukraina portlariga kirishni to'xtatilganini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, bu harakat kema egalari qarori bilan to'xtatilgan. Avgust oyi boshida Ukraina xalqaro ekspeditorlar assotsiatsiyasi Ukraina Qora dengiz portlarini blokada qilinishi ortidan Polsha Ukraina chegarasida transport kollapsi yuzaga kelganini ma'lum qilgan edi. Polshaga chiqish uchun navbatda qariyb 6,5 mingta yuk mashinasi turgan. Kutish vaqti esa 7 sutkaga yetgan. Bloombergning ma'lumotiga ko'ra, Yevropa ittifoqi amalda Ukraina fermerlariga qo'shimcha 220 million yevro ajratishdan bosh tortdi va mavjud loyihalar orqali qo'llab-quvvatlashni va'da qildi. Qayd etilishicha, Yevrokomissiya avvaldan ham vositachilar orqali Ukraina banklariga kredit berish dasturlarini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ukraina banklari esa o'z navbatida tadbirkorlarga, ayniqsa fermerlarga kreditlar ajratmoqda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, avgust oyi boshida Ukraina agrar siyosati vazirligi Yevrokomissiyaga murojaat qilib, Ukrainadagi kichik va o'rta qishloq ishlab chiqaruvchilarni kredit foizlarini qoplash uchun 220 million yevro miqdorida qaytarilmaydigan moliyaviy yordam ajratish imkoniyatini ko'rib chiqishni so'ragan. Biroq Bryussel Kiyevni bu so'rovini qat'iy rad etgan.
Endi Isroilni Turkiya harbiylariga hujum qilish rejasi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. Isroil Hayom nashrining xabar berishicha, Isroil NATOning Shimoliy Atlantika shartnomasidagi 5-moddasini allaqachon o'rganib chiqqani va Isroil Turkiya harbiylariga zarba berishi mumkin. Bunday holat NATOni aralashuvga olib kelmaydi deb hisoblamoqda. Nashrning ta'kidlashicha, NATOning 5-moddasi Turkiya hududini himoya qiladi, ammo Turkiya harbiylari o'z hududidan tashqarida, jumladan Suriyada bo'lsa, ular avtomatik ravishda Turkiya hududidagi harbiylar sifatida himoya qilinmaydi. Shuningdek, 5-modda ishga tushgan taqdirda ham NATOning jamoaviy harbiy javobi avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Ayni paytda Isroil Suriyada Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan kuchlar mavjudligi sababli Suriya hududiga zarbalar berishni xohlayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Bu ma'lumot Suriyada Isroil va Turkiya o'rtasidagi keskinlik kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 18-avgust kuni Isroil Abu Duhur havo bazasiga zarba berdi. Isroil bu hujumni Suriya mazkur bazaga Turkiya harbiylarini joylashtirishga tayyorlayotgani bilan izohladi. Turkiya esa bunday ayblovlarni qat'iy rad etdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.